Sizlar ham Gulla festivaliga bordinglarmi? Biz opam bilan festivalni ikkinchi kunida bordik. Odam rosa ham ko'p. O'zi ham chiroyli tashkillashtirishibdi-da. Biz faqat Gulla tomosha qilamiz deb o'ylagandik, lekin konsertdan bo'layotgan ekan. Maza qilib qo'shiq aytib o'ynadik. Odam ko'pligi uchun sahnaning yoniga bora olmadik, lekin uzoqdan tomosha qildik. Keyin aylanib yurgandik. Uzun, chiroyli gulla ilingan yo'lak bor ekan. Har xil chiroyli fotozonalar bor ekan. Navbat ko'pligiga faqat chinusda rasmga tusha oldim. Yarmarkalardan o'tib, marojniy oldik. Keyin charchab ketganimiz uchun ozgincha dam olib oldik. Menga eng yoqqani shu pushtatir gul bo'ldi. Hidi rosa zo'r ekan. Bunaqa festivalga birinchi marta kelishim. Endi har yili kelaman. Mazza qilib dam olib, aylanib yuradigan joy ekan. Sal uzoqroqda Toshkent City bor ekan. U yerga piyoda borib, aylanib ketdik.